Alkonia kompaniyasi Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimizga o'zining arzon, qulay hamda ishonchli avtobus va mikroavtobus xizmatini taklif qiladi. Unda siz Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus yoki Sprinter orqali yetib olishingiz mumkin. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olish imkoniyatiga egasiz. Dunyoda shunday davlatlar borki, u yerlarda ayol bo'lib tug'ilish faqat dahshat hadya etadi. Bugungi dasturimizda shunday davlatlardan 7 tasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi davlat Gvatemala. Gvatemala erkaklari uchun oilasidagi ayollarni ko'z ko'rib quloq eshitmagan darajada xo'rlash va nomusini bulg'ash odatiy hol hisoblanadi. Buning uchun erkaklarga nisbatan qonuniy jazo ko'zda tutilmagan. Ikkinchi davlat Pokiston. Pokistonda yashovchi ayollarning 95% doimiy tarzda oilasidagi erkaklar tomonidan xo'rlanadi. Ayrim viloyatlarda agar oiladagi qaysidir erkak jinoyatga qo'l urgan yoki qasdlashgan bo'lsa, buning badalini ham ayol to'laydi. Uchinchi davlat Afrika. Markaziy Afrikaning Chad shahrida ayollar umuman haq-huquqlardan mahrum etilgan. Ularni asosan 10-12 yoshga yetganda turmushga uzatishadi. To'rtinchi davlat Afg'oniston. Afg'onistonda ayollar o'rtacha 45 yil umr ko'radi. Ularning 85% savodsiz. Bu mamlakat ayollari farzandlarini faqat uyida dunyoga keltirishga mahkum. Shuning uchun ham Afg'oniston tug'ruq paytida ayollarning o'limi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Beshinchi davlat Kongo. Kongo Demokratik Respublikasida hanuz urushlar davom etayotgani sababli ayollar frontning old chizig'ida jang olib borishga mahkum. Shuning uchun ular orasida shahid ketganlari ko'p. Juda ko'pchiligi esa asirga tushib dushman tarafidan xo'rlanadi. Nomusi paymol qilinadi. Kongo ayoli erining ruxsatisiz biror hujjatga imzo qo'yish huquqidan mahrum etilgan. Oltinchi davlat Sudan. Sudan hukumat rahbarlari ayollar huquqini himoya qiluvchi qonunlar yaratishga urinmoqda. Ammo hozircha bu urinishlar natija bermayapti. Aytishlaricha so'nggi 10 yil ichida o'g'irlab ketilgan, nomusi toptalgan va o'ldirilgan Sudan ayollari soni 1 million nafardan oshib ketgan. Va nihoyat 7-chi davlat Hindiston. Hindiston ayollarining qariyb 80% oilasidagi xo'rliklarga bardosh qilishga majbur. Bu mamlakatda har yarim soatda ayol kishining nomusi poymol qilinadi. Mamlakat ichkarisida odamlar olib sotiladigan alohida bozorlar bor. Bu bozorlarda ayollar, qizlar esa qimmat narxda sotib olinadi. Hindiston qizlari 18 yoshga yetmay turmushga uzatiladi. Aziz muxlis, biz sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Sizga dasturimiz ma'qul kelgan bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.